Lochim, men buxgalteriyani o'qigan insonlarni ko'p ko'ramiz, lekin buxgalter mashina olganini, chet elga ketganini, aytaylik uy olganlarini nimagadir kam ko'ramiz. Shu darajaga chiqqan glavniy buxgalter sifatida siz nima deya olasiz? Nilufar opa, yaxshi savol. Bu bo'yicha o'zimni amaliyotimdan kelib chiqib aytsam, 5 yildan beri shogirdlar tayyorlab kelaman va buxgalteriyaga yangi kirgan shogirdlarda deylik birinchi marta men bilan tanishganda yoki birinchi darsimizda o'tganimda обратный связьda sirasi savol berishadi. O'zi buxgalteriyada o'rganib biron natija qila olamanmi? 3 oy yetadimi menga yoki 4 oy yetadimi menga degan. Bu darajalarga chiqish uchun albatta 3-4 oy kam. Birinchi o'rinda buxgalteriyani o'rganayotganlar o'ziga qandaydir plan tuzib olish kerak. Ya'ni qancha vaqtda qanaqa darajaga chiqish bo'yicha. Va mana shu plan bo'yicha ketadigan bo'lsa, o'ziga talab qilinadigan ishlar bor. Bizda ham bo'lgan vaqti kelgan uyga haftalab bormaganmiz. Vaqti kelgan 48 soat davomida 2 soat uxlaganmiz. Aytmoqchi bo'lganim, birinchi o'rinda sabr qilish kerak, ikkinchi o'rinda yaxshi ustoz topib shogird tushish kerak, uchinchi o'rinda doimiy ravishda yangiliklarga qiziqib, doimiy ravishda bilimini oshirish bilan shug'ullanish kerak. Agar sizda ham glavniy buxgalter bo'lish istagi paydo bo'lgan bo'lsa, men bu bo'yicha noldan glavniy buxgaltergacha deb nomlangan gayd qo'llanmamni tuzdim. Agar kommentariyada 26 so'zini yozib qoldirsangiz, bu gayd qo'llanmani sizga bepulga sovg'a qilaman.